Bu shirinlik faqat aslzoda xonimlar uchun. Shirinlikni tayyorlash uchun 2 piyola unni elakdan o'tkazib, xona haroratida erigan 150 gram saryog'ga yarim choy qoshiq osh sodasi solingan yarim piyola qatiqni solib, yumshoqini xamir qorib olamiz. Agar un kam bo'lsa, yana solishingiz mumkin. Xamirimizni zuvala holatiga keltirib, biroz tindirishga olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni esa videoda ko'rsatilgandek qilib taklab yoyamiz. Drizzle soft whisper. Where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that feels heaven sent. Through bookstore windows. Xamirimiz to'g'ri burchak shaklga kelgach, un ustiga yong'oq sepib chiqamiz va yarimini u yoqdan, yarimini bu tomonidan o'rab kesib olamiz. Va xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib, zuvala shakliga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan zuvalachalarimizni o'rtasidan shunaqa qilib pichoq bilan kesib qo'ysak, juda ham chiroyli shakl hosil bo'ladi. Listga terib bo'lgach, bularning ustidan yarim choy qoshiqdan eritilgan saryog' quyib chiqamiz. Va 180 gradusga 30 daqiqaga yuboramiz. Aslzoda xonimlarning pishirig'i pishib chiqquncha sirop tayyorlab olamiz va pishib chiqqandan keyin ularni ustidan bir qoshiqdan quyib chiqamiz. Ustini esa o'zingiz xohishingizga ko'ra bezatishingiz mumkin.